Qonun loyihasida mana hozir aytib o'tdik, tushuntirish xatida energiya resurslarini tejashga, elektr energiyasini behuda sarflanishini oldini olishga qaratilgan. Bundan tashqari ichki ishlarda o'sha profilaktika inspektorlar vakolati kengaytirilyapti. Yana yakka tartibdagi tadbirkorliklarni javobgarlikka tortish mexanizmlari joriy qilinyapti. Lekin ko'proq sanksiyalarni oshirishiga xizmat qilyapti. Qonun loyihasi e'tibor qaratilgan bo'lsa, u jinoiy kodeksda ham, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham sanksiyalar oshirilyapti. Shu joyda aytmoqchimanda, bu jarimalar miqdorini oshirilishi qanchalik yana huquqbuzarliklarning oldini oladi deb o'ylaysiz? Jarima miqdorlarini nimaga asoslanib oshiryapmiz? Aholining daromad manbalari hisobga olinganmi? Chunki bitta narsa amaldagi hozir ko'rsak 10 barobar bazaviy hisoblash miqdorini o'zi 4 million 120 mingga to'g'ri kelyapti. 10 barobar bo'lsa. Bu butun dunyoda hozir huquqbuzarliklarning oldini olish ko'proq targ'ibot ishlariga, aholini, fuqarolarning huquqiy ongini oshirishga qaratilgan bir paytda jarimalar bilan shug'ullanish, jarimalarni ko'paytirish qanchalik darajada to'g'ri bo'ladi? Biz aholini qiynab qo'ymaymizmi? Bu jarimalarni oshirish ertaga kafolat bera olamizmi? Huquqbuzarliklarning oldini oladi deb. Bundan kelib chiqqan holda nima demoqchi bo'lyapman? Qonun loyihasini matnini boshqatdan ko'rib chiqish kerak-da. Keyin sanksiyalar mayli ichki ishlarga, o'sha profilaktika inspektorlarining vakolati kengaytirilsin, yakka tartibdagi tadbirkorlarga joriy ko'rilish mexanizmi qo'yilsin, lekin sanksiyalar o'zgartirishsiz qolishi kerak. Tadbirkorlik faoliyatini iste'molchilarni iqtisod qilish bo'yicha 17 dan ortiq preferensiyalar berilgan. Bu preferensiyalar berilgani bilan birgalikda bu so'nggi statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, bu qonun buzarchilik holatlari ham oshib boryapti. O'sha maxsus 100-modda bo'yicha 23-yilda 189 ta bo'lgan bo'lsa, 24-yilda 2488 ta holat aniqlandi-da. Bu ham imtiyoz yaratilgani bilan birgalikda bu noqonuniy foydalanish holatlari oshyapti. Buni shu yana bir ta'sir chorasi qilib bu sanksiyalar, o'sha jarimalarni oshirish deb hisoblaymiz. Chunki bu aholida, bu o'sha iste'molchida bunda shu qonunni buzish, bu to'g'ri emasligi to'g'risidagi bir tushuncha shakllantirish kerak. Bu endi bitta joyda e'tibor qaratishga harakat qilardim.